Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. Kimlarga qo'shimcha ish staji hisobga olinishi mumkin? Qaysi davrlar pensiya tayinlashda ish stajiga qo'shiladi? Qaysi davrlar esa umuman hisobga olinmasligi mumkin? Bu masala har bir odamga tegishli. Bugun ishlayotgan yosh xodimga ham, pensiya yoshiga yaqinlashgan fuqaroga ham, uyda bola tarbiyalagan onaga ham, harbiy xizmatda bo'lgan erkakka ham, mehnat daftarchasida yozuvlari to'liq bo'lmagan odamlarga ham. Men amaliyotda ko'p ko'raman, odam 25 yil ishladim deb o'ylaydi, lekin hujjat tekshirilganda 21 yil chiqadi. Yoki aksincha, odam o'zini staji yetmaydi deb o'ylaydi. Lekin bola parvarishi, harbiy xizmat, o'qish davri yoki boshqa tasdiqlangan davrlar qo'shilgandan keyin pensiyaga huquqi paydo bo'ladi. Shuning uchun bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosing. Chunki bu mavzu sizning pensiyangiz miqdoriga ham, pensiyaga chiqish huquqingizga ham bevosita ta'sir qiladi. Avval ko'pchilik uchun ish staji deganda faqat mehnat daftarchasidagi yozuv tushunilardi. Ya'ni odam qaysi tashkilotda ishlagan, qachon ishga kirgan, qachon ishdan bo'shagan, lavozimi nima bo'lgan, bularning hammasi mehnat daftarchasida bo'lsa, staj bor deb qaralardi. Mehnat daftarchasi yo'qolsa, yozuv noto'g'ri bo'lsa, korxona yopilib ketgan bo'lsa, odam juda qiynalardi. Arxivga borish, buyruq nusxasini topish, maosh ma'lumotnomasini olish, guvohlar orqali tasdiqlash kabi jarayonlar ko'p vaqt olardi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Ish staji faqat qog'oz mehnat daftarchasi bilan emas, elektron bazalar, soliq organlari ma'lumotlari, ijtimoiy to'lovlar, tashkilotlarning elektron hisobotlari orqali ham tekshiriladi. Ya'ni odam rasman ishlagan bo'lsa, ish beruvchi unga ish haqi hisoblagan bo'lsa, tegishli to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa, bu davrlar bazalarda ko'rinishi mumkin. Lekin bu yerda bir muhim narsani tushunish kerak. Men ishlaganman degan gapning o'zi yetarli emas. Ish staji hisobga olinishi uchun u hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Yana bir muhim o'zgarish shuki, odamlar ko'pincha qo'shimcha staj deganda faqat qo'shimcha imtiyozli yillarni tushunadi. Aslida qo'shimcha staj deganda bir necha xil holat nazarda tutiladi. Birinchisi, odam ishlamagan bo'lsa ham qonun bo'yicha stajga qo'shilishi mumkin bo'lgan davrlar. Masalan, bolani parvarishlash davri yoki harbiy xizmat davri. Ikkinchisi, odam ishlagan, lekin staji bazada ko'rinmayapti. Endi uni hujjatlar orqali qo'shimcha kiritish kerak. Uchinchisi, ayrim sohalarda ishlaganlar uchun imtiyozli hisoblash bo'lishi mumkin. Masalan, og'ir, zararli yoki alohida sharoitda ishlar bo'yicha. To'rtinchisi, ayrim shaxslar uchun muayyan davrlar alohida tartibda inobatga olinadi. Shuning uchun bugungi mavzuda men aynan kimlar xavotirlanishi kerak? Kimlar o'z hujjatini o'zidan yig'ish kerak? Kimlar esa ortiqcha vahima qilmaslik kerakligini sodda qilib tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiya masalasida ish staji ikki jihatdan muhim. Birinchisi, pensiyaga chiqish huquqi uchun. Ya'ni odamda minimal talab etiladigan staj bo'lishi kerak. Ikkinchisi, pensiya miqdori uchun. Staj qancha ko'p va ish haqi ko'rsatkichlari qancha yaxshi bo'lsa, pensiya miqdoriga ta'siri shuncha sezilarli bo'lishi mumkin. Keling, oddiy misol olaylik. Dilshod aka 60 yoshga yaqinlashgan. U o'zini 3 yil ishlagan deb hisoblaydi. Chunki 1994 yildan 2024 yilgacha turli joylarda ishlagan. Lekin tekshiruvda 1998 yildan 2002 yilgacha bo'lgan davr bo'yicha mehnat daftarchasida yozuv bor, ammo korxona muhrida xatolik bor. Arxivda esa buyruq topilmayapti. Agar shu 4 yil tasdiqlanmasa, uning umumiy staji o'tmay emas. 26 yil bo'lib qolishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Shuning uchun mehnat daftarchamda yozuv bor-ku deb xotirjam bo'lish har doim to'g'ri emas. Yozuv aniq, to'liq sana va buyruq raqamlari bilan bo'lishi kerak. Ikkinchi misol. Nargiza opa 2 farzand tarbiyalagan. U birinchi farzandidan keyin 2 yil uyda bo'lgan, ikkinchi farzandidan keyin yana 3 yil ishlamagan. U o'zini men o'sha yillarda ishlamaganman. Demak, stajim uzilib qolgan deb o'ylaydi. Lekin bolani parvarishlash davri qonunchilikda belgilangan doirada ish stajiga qo'shilishi mumkin. Bu yerda eng muhim masala bola tug'ilganini tasdiqlovchi hujjatlar. Onaning shu davrda haqiqatda bola parvarishida bo'lganini ko'rsatuvchi holatlar ish joyidan ta'til buyruqlari yoki boshqa ma'lumotlar bo'lishi kerak. Agar Nargiza opada mehnat daftarchasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, ish joyidan buyruq nusxasi bo'lsa, u qo'shimcha staj masalasini ko'tarishi mumkin. Uchinchi misol. Bahodir 1990 yillarda harbiy xizmatni o'tagan, keyin ishlab ketgan.
pensiyaga yaqinlashganda u o'sha harbiy xizmat davri stajga qo'shilishini bilmaydi. Agar u harbiy biletini saqlagan bo'lsa, xizmat boshlanish va tugash sanalari ko'rsatilgan bo'lsa, bu davr stajga qo'shilishi mumkin. Faraz qilaylik. Bahodir 2 yil harbiy xizmatda bo'lgan. Uning tasdiqlangan mehnat staji 23 yil bo'lsa, harbiy xizmat qo'shilganda 25 yil bo'lishi mumkin. Bu oddiy raqam emas. Ayrim hollarda aynan shu 2 yil odamning pensiya huquqi yoki pensiya hisob kitobiga ta'sir qiladi. 4-misol. Zulfizar opa oliy o'quv yurtida kunduzgi bo'limda o'qigan. U o'qish davri stajga kiradimi yoki yo'qmi deb so'raydi. Bu masalada juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki o'qish davrining qaysi davrda, qaysi shaklda, qaysi qonunchilik amal qilgan vaqtda bo'lgani muhim. Kunduzgi o'qish davri ayrim holatlarda stajga qo'shilishi mumkin bo'lgan davr sifatida ko'riladi, lekin buni avtomatik qoidaga aylantirib bo'lmaydi. Diplomning o'zi ba'zan yetarli bo'lmasligi mumkin. O'quv yurtidan arxiv ma'lumotnomasi o'qishga kirgan va bitirgan sana, kunduzgi ta'lim shakli ko'rsatilgan hujjat talab qilinishi mumkin. Shuning uchun o'qiganman degan odam albatta o'zining ta'lim hujjatlarini tekshirtirish kerak. 5-misol. Rustam aka qurilishda zavodda yoki zararli mehnat sharoitida ishlagan. U oddiy staj emas, balki imtiyozli staj bo'yicha pensiya masalasini ko'rmoqchi. Bu yerda eng ko'p uchraydigan xato shuki, odam men zavodda ishlaganman, demak imtiyoz bor deb o'ylaydi. Aslida imtiyozli staj uchun faqat korxona nomi yetmaydi. Lavozim nomi, kasb kodi, ish sharoiti, ish joyining attestatsiyasi tegishli ro'yxatlarga mos kelishi ishning to'liq stavkada bajarilgani. Zararli sharoitda haqiqatda ishlangani tasdiqlanishi kerak. Masalan, zavodda hisobchi bo'lib ishlagan odam bilan shu zavodda zararli sexda payvandchi bo'lib ishlagan odamning holati bir xil emas. Biri oddiy stajga ega bo'lishi mumkin. Ikkinchisida esa hujjatlar to'g'ri bo'lsa, imtiyozli staj masalasi chiqishi mumkin. Kimlar eng ko'p e'tibor berishi kerak? Birinchi toifa 1990-yillar va 2000-yillarning boshida ishlaganlar. Chunki o'sha davrda ko'p korxonalar yopilgan. Hujjatlar arxivga topshirilmagan. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlar yo'qolgan holatlar ko'p. Ikkinchi toifa norasmiy ishlaganlar. Agar siz ish joyida bo'lgan bo'lsangiz, lekin sizga rasmiy buyruq chiqmagan, mehnat shartnomasi tuzilmagan, soliq va ijtimoiy to'lovlar qilinmagan bo'lsa, bunday davrni stajga kiritish juda qiyin bo'ladi. 3-toifa bolalar parvarishi sabab ish faoliyati uzilgan ayollar. 4-toifa harbiy xizmatni o'taganlar, ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar, bojxona yoki boshqa maxsus xizmatlarda ishlaganlar. 5-toifa chet elda ishlaganlar. Chunki chet eldagi mehnat davri hamma vaqt avtomatik tarzda O'zbekistondagi pensiya stajiga qo'shilavermaydi. Bu ikki tomonlama kelishuvlar, hujjatlar, rasmiy to'lovlar va tasdiqlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Kimlar ortiqcha xavotirlanmasligi mumkin. Agar siz oxirgi yillarda rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz mehnat shartnomasini elektron tizimda rasmiylashtirgan bo'lsa, ish haqi rasmiy o'tgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar ko'rinib turgan bo'lsa, sizning hozirgi stajingizni tasdiqlash ancha oson. Lekin baribir vaqti bilan elektron ma'lumotlaringizni tekshirib turing. Chunki ish beruvchi xatoga yo'l qo'yishi, lavozimni noto'g'ri kiritishi, ishga kirgan sana yoki ishdan bo'shagan sanani noto'g'ri ko'rsatishi mumkin. Eng birinchi nozik jihat. Qo'shimcha staj degani har doim ham pensiya miqdori keskin oshadi emas. Ba'zan odam 2 yil staj qo'shtiradi, lekin pensiya miqdori ozgina o'zgaradi. Ba'zan esa aynan o'sha 2 yil juda muhim bo'ladi. Nega? Chunki pensiya hisoblashda nafaqat staj, balki ish haqi, hujjatlarning sifati, davrlarning qaysi tartibda hisoblanishi ham muhim. Shuning uchun odam qo'shimcha staj topsam, pensiyam 2 barobar bo'ladi deb o'ylamasligi kerak. Lekin bu stajni e'tiborsiz qoldirish ham xato. Chunki har bir yilning huquqiy ahamiyati bor. Ikkinchi nozik jihat, bir davr 2 marta hisobga olinmaydi. Masalan, ayol bir paytda rasmiy ishlagan va bola parvarishi ta'tilida bo'lgan bo'lsa, bu davr qanday hisoblanishini hujjatlar bo'yicha aniqlash kerak. Yoki odam kunduzgi o'qishda o'qigan deb ko'rsatadi. Lekin o'sha davrda to'liq stavkada rasmiy ishlagan bo'lsa, qaysi davr qanday kiritilishi alohida tekshiriladi. Davrlar ustma-ust kelganda pensiya organi odatda hujjatlar asosida eng to'g'ri va qonuniy variantni tanlaydi. 3-nozik jihat, mehnat daftarchasidagi har bir yozuv mukammal bo'lishi kerak. Ishga qabul qilish yozuvi bor, lekin ishdan bo'shash yozuvi yo'q bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Korxona nomi o'zgargan, lekin qayta tashkil etish haqidagi ma'lumot yo'q bo'lsa, savol tug'iladi.
o'qilmaydi, buyruq raqami yo'q, sana noto'g'ri qo'yilgan, lavozim nomi tushunarsiz yozilgan bo'lsa qo'shimcha tasdiq so'raladi. Ko'pchilik shuni pensiya yoshiga yetganda biladi. Aslida esa buni 5-10 yil oldin tekshirtirish kerak. 4-nozik jihat, arxiv ma'lumotnomasi oddiy qog'oz emas. Unda aniq ma'lumotlar bo'lishi kerak. Fuqaroning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan yili, korxona nomi, ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqamlari, lavozim, ba'zan ish haqi ma'lumotlari. Agar arxiv faqat falonchi ishlagan bo'lishi mumkin, mazmunida noaniq javob bersa, bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun arxivga murojaat qilayotganda aniq savol qo'yish kerak. Menga ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari bo'yicha ma'lumotnoma, lavozimim va ishlagan davrimni tasdiqlovchi hujjat kerak deb yozish lozim. 5-nozik jihat, familiya o'zgargan bo'lsa, ayniqsa ayollar uchun nikoh guvohnomasi juda muhim. Masalan, mehnat daftarchasida qizlik familiya bilan yozuvlar bor. Pasportda esa turmushdan keyingi familiya. Agar bu o'zgarish zanjir hujjatlar bilan tasdiqlanmasa, bazada shaxsni aniqlashda muammo paydo bo'lishi mumkin. Ayrim ayollar bir necha marta familiya o'zgartirgan bo'ladi. Bunday holatda har bir o'zgarishni tasdiqlovchi FXDga hujjatlari kerak bo'ladi. 6-nozik jihat. Chet elda ishlagan davr. Masalan, fuqaro eng yil Rossiyada, Qozog'istonda yoki boshqa davlatda ishlagan. U men eng yil ishladim, O'zbekistonda pensiyaga qo'shiladi deb o'ylaydi. Bu masalada davlatlararo kelishuvlar, rasmiy ish, to'lovlar, mehnat shartnomasi, chet eldagi vakolatli organlardan olingan tasdiqlar ahamiyatli. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, na shartnoma bor, na to'lov bor, na ma'lumotnoma bor. Bunday davrni stajga kiritish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun hozir chet elda ishlayotganlar ham barcha hujjatlarni saqlashi kerak. Shartnoma, ish beruvchidan ma'lumotnoma, ish haqi varaqalari, sug'urta to'lovlari haqidagi tasdiqlar. 7-nozik jihat, yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar. Bu yerda ham asosiy savol, rasmiy ro'yxatdan o'tganmisiz, tegishli to'lovlarni qilganmisiz? Faoliyatingiz tizimda ko'ringanmi? Odam bozorda 15 yil savdo qilgan bo'lishi mumkin. Lekin agar u rasman ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, to'lov qilmagan bo'lsa, bu davrni pensiya staji sifatida tasdiqlash qiyin. Aksincha, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida rasmiy faoliyat yuritgan va belgilangan to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsa, bu davr bo'yicha hujjatlarni yig'ib stajga kiritish masalasini ko'rish mumkin. 8-nozik jihat. Parvarish davrlari. Nogironligi bo'lgan shaxsni keksalik yoki alohida e'tiborga muhtoj oila a'zosini parvarish qilgan davrlar bo'yicha ham ayrim holatlarda huquqiy oqibatlar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda men qaraganman degan og'zaki gap yetmaydi. Tibbiy xulosa, nogironlik belgilangan hujjatlar, parvarish zarurligini tasdiqlovchi ma'lumotlar tegishli organlarda ro'yxatga olinganlik kabi masalalar muhim bo'ladi. Shuning uchun kimdir uzoq yillar ota-onasini parvarish qilgan bo'lsa, hujjatlarni tekshirtirib ko'rish kerak. Birinchi qadam, o'z stajingizni qog'ozda yozib chiqing. Oddiy daftar oling va yillar bo'yicha yozing. Qayerda ishladingiz? Qaysi sanadan qaysi sanagacha lavozimingiz nima edi? Rasman ishladingizmi yoki yo'qmi? Mehnat daftarchasida yozuv bormi? Buyruq nusxasi bormi? Ish haqi ma'lumotnomasi bormi? Masalan, 1996-1999 yillar maktabda o'qituvchi. 1999-2000 yillar bola parvarishi, 2000-2008 yillar poliklinikada hamshira, 2008-2010 yillar chet elda ish, 2010-2024 yillar hozirgi tashkilot. Shunda qaysi joyda bo'shliq borligi ko'rinadi. Ikkinchi qadam. Mehnat daftarchangizni diqqat bilan tekshiring. Ishga kirish va chiqish sanalari bormi? Muhrlar o'qiladimi? Buyruq raqamlari yozilganmi? Korxona nomlari mosmi? Familiyangiz o'zgargan bo'lsa, tegishli yozuv kiritilganmi? Agar daftarchada xato topsangiz, uni pensiya yoshiga yetganda emas, hozirdan to'g'rilashga harakat qiling. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarda yuritiladi. Siz Maydonkov, Uz orqali, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki pensiya jamg'armasi va tegishli idoralarning elektron xizmatlari orqali o'zingiz haqingizdagi mehnat faoliyati va pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Agar elektron bazada ishlagan joyingiz ko'rinmasa, darhol ish beruvchi bilan bog'laning. Keyin to'g'rilaymiz degan gapga ishonib yuravermang. 4-qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy hujjatlar: pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, harbiy bilet,
diplom va o'qish davrini tasdiqlovchi ma'lumotnoma, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari. Nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar, mehnat shartnomalari, buyruq nusxalari, chet elda ishlagan bo'lsangiz tegishli tasdiqlar. Har bir hujjatdan nusxa olib qo'ying, aslini esa ehtiyot qiling. 5-qadam, arxivga to'g'ri murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Tuman yoki shahar arxiviga, viloyat arxiviga, tashkilotning huquqiy vorisiga murojaat qilinadi. Arizada umumiy qilib stajimni tasdiqlab bering demang. Aniq yozing. Falon korxonada falon sanadan falon sanagacha ishlagan davrim bo'yicha ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, lavozimim, ish haqi ma'lumotlari haqida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Qanchalik aniq yozsangiz, javob ham shunchalik foydali bo'ladi. 6-qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga maslahat uchun boring. Pensiya yoshiga yetishni kutmasdan 2-3 yil oldin borib, hujjatlaringizni ko'rsatib maslahat oling. Mutaxassis sizga qaysi davr tasdiqlangan, qaysi davr bo'yicha qo'shimcha hujjat kerak, qaysi hujjat noto'g'ri rasmiylashtirilganini aytishi mumkin. Bu sizga vaqt yutishga yordam beradi. 7-qadam, agar rad javobi olsangiz, sababini yozma ravishda so'rang. Og'zaki bo'lmaydi degan javob bilan cheklanib qolmang. Qaysi davr nega stajga qo'shilmadi, qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi norma asos bo'ldi. Buni yozma tartibda bilish muhim. Shunda siz keyingi qadamni to'g'ri belgilaysiz. Qo'shimcha hujjat olib kelasizmi? Yuqori turuvchi organga murojaat qilasizmi? Yoki sud tartibida huquqingizni himoya qilasizmi? 8-qadam, hujjatlarni soxtalashtirmang. Bu juda jiddiy ogohlantirish. Ba'zi odamlar arxivda topilmadi, tanish orqali ma'lumotnoma qildiramiz deb xato yo'lga kiradi. Soxta hujjat aniqlansa, pensiya qayta hisoblanishi, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi. Hatto huquqiy javobgarlik masalasi ham chiqishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l faqat qonuniy hujjat, faqat rasmiy tasdiq. Demak, qo'shimcha ish staji masalasi juda keng. Harbiy xizmat, bola parvarishi, o'qish davri, zarli yoki imtiyozli ishlar, arxivda tasdiqlanadigan eski ish davrlari, tadbirkorlik faoliyati, chet eldagi ish, parvarish bilan bog'liq holatlar va boshqa davrlar alohida tekshiriladi. Eng asosiy qoida bitta. Har bir davr hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Siz ishlaganman deb aytishingiz mumkin, lekin pensiya hisobida hujjat gapiradi. Men sizga maslahat beraman, pensiya yoshiga yetishni kutmang. Bugunoq mehnat daftarchangizni, harbiy biletingizni, diplomingizni, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalarini, arxiv ma'lumotnomalarini tartibga soling. Elektron bazadagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Qaysi davr ko'ringan bo'lsa, hozirdan izlang. Chunki vaqt o'tgan sari hujjat topish qiyinlashadi, korxonalar yopiladi, arxivlar almashadi, guvohlar topilmay qoladi. Agar sizda ham mening falon yillarim stajga kiradimi degan savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi davr, qaysi ish, qaysi hujjatlar borligini yozsangiz, keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya huquqini oldindan bilgan odam o'z haqini vaqtida himoya qila oladi.